Gendavernis bilan mashina sotib olmang. Do'stlar, bugungi kunda ko'pchilik avtotransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi to'lovlar qimmatligi sababli mashinani olib, Gendavernis bilan haydab yurishibdi. Lekin Gendavernisda ham bir nechta xavfli tomonlari bor. Hozir ularni sanab o'taman. Birinchidan, bu mashina sizning mulkingiz hisoblanmaydi. Ikkinchidan, mashina mulkdori bu Gendavernisni xohlagan vaqtda bekor qilishi va boshqa shaxsga bu mashinani sotib olishi mumkin. Uchinchidan, bu mashinani garovga qo'yib kredit olishi ham mumkin. Agar garovga qo'yib kredit oladigan bo'lsa, bu kredit to'lanib, mashinaga qo'yilgan taqiq olingandan keyingina siz o'z nomingizga bu mashinani o'tkazib olishingiz mumkin. To'rtinchidan, agar mashina mulkdorini MIBga chiqqan qarzdorligi bo'lsa, MIB undiruvni mana shu mashinaga qaratishi mumkin. Yoki bu mashina er-xotinning umumiy mulki bo'lib, er-xotin ajrashadigan bo'lsa, bu mashina ham er-xotin o'rtasida teng taqsimlanib ketishi mumkin. Agar siz ham mashinangizni Gendavernis asosida haydab yurgan bo'lsangiz, imkoni boricha tezroq nomingizga o'tkazib olishni maslahat beramiz.